Alloh taoloning go'zal ismlari, Asmaul Husno haqida olib borayotgan navbatdagi darsimiz bugun Alloh taoloning Al-Jamil, go'zal ismi haqida dars qilgan bo'lamiz. Go'zal, Al-Jamil. Alloh taolo bandani go'zal bo'lishini xohlaydi. Pokiza, usti boshi tartibli, xushbo'y, sochlari taralgan, surati chiroyli bo'lishi kerak. Bu yerda yangi kiyim deyilmaydi. Agar kiyim haqida gapirsak, pokiza kiyim deyiladi. Yuvilgan, taralgan, tartibga keltirilgan. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonning tabiatida bor. Mana aytinglar, kimlar chiroyli mashinani yaxshi ko'rmaysizlar? Kim chiroyli uyni yaxshi ko'rmaydi? Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan intilish bor, bu uni fitratida. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zaldir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Moddiy va ma'naviy go'zallik matlub. Moddiy va ma'naviy tomondan musulmon kishi go'zal bo'lishi kerak. Demak, musulmon o'zini kiyimini chiroyli qilishi kibrdan emas. Mashinasini chiroyli olib yurishi kibrdan emas. Uy-joyini chiroyli qilishligi kibrdan emas. Chunki u insonning tabiatida bor narsa va go'zal qilsa o'zida bor narsani Alloh buni yaxshi ko'radi. Odamlarning yuzidagi holdek namuna bo'lib, zohiri bilan, fe'li bilan odamlarga havas bo'linadigan holatda turish bu ayni dinimizning talabi bo'ladi.